O'zbekiston. O'zbekiston go'sh. Oh canım benim. Malades. Bir xursand bo'lsin dedimdan bola. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa biza safarimizning 9-kuni Makka Madinaga ziyoratga chiqqanmiz Xorazmdan. Sevindik ukamiz bilan. Aziz do'stlar, shuning uchun hozir endi xudo xolasa katta Qur'onga yetib keldikdan umiddaman. Shuning imkoni cheklangan insonlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol oilangizda bo'lsa, bular xohlasangiz piyoda ina ikkilanchi safar olib boryapman mana. Xohlasangiz samolyotda. Ham shuning bir akalarimizga iltimos qilamanki, o'chida qo'lida puli bo'lib, shunaqa insonlarga befarq bo'lmanglar. Qo'shningizda bordir, mahallangizdadir, qarindosh urug'laringizda bordir. O'zlaringiz ketmasangizlar ham shularni bir Makka Madinaga umra safariga hajga jo'natsangizlar ham sizga savobi yoziladi. Shu yerga borib ziyorat qilgan savobi. Do'stlar, shuning uchun shunaqa insonlardan iloji bo'lsa befarq bo'lmaylik, iltimos sizlardan. Bu insonlar ham shu Allohning baytiga borishga nimadir, haqlidir. Shuning uchun iltimos sizlardan bir videolarga bir like'larni bosib tarqatib qo'yamiz. Alloh rozi bo'lsin. Ena. Nechik? Zo'rmi ta'sirat? Zo'r ta'sirat zo'r. Ata bobomiz menga merza mindirdim buni. Xudo xolasa ot chiqsa ot ham mindiraman endi mana. To'g'rimi? Xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab like'lar bosib turaymi? Malades. Hammaga salom aytib, qadrishga turarsiz-a? O'zbekiston. O'zbekiston go'sh. Oh canım benim. Malades. Bir xursand bo'lsin dedimdan bola. Nerede jo'atirmiz ishunda. Bu nasi? Sevindikim mersi. Xudo xolasa katta Qur'on namoz qoldi. Hey, oq mersi ekan bu. Ava. Qamchisiz qala buni. Qamchisi vida qolib ketdi do'stlar. Yo'q. Sana sovg'at bersinlarmi ya? Ha? Ava. Minib ketasan. Ava. Ha? Makkaga. Malades. Bir qochib turganlar. Endi ashagam tushib qoldi bahonada. Trendga chiqadi endi oq mers. Ish. Ha? Ish. Yurib ketmasin. Endi tushiramiz buni. Oling, rahmat sizga.